Assalomu alaykum. O'zbekiston iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyatlari federatsiyasining respublikamizning 200 dan ortiq tuman va shaharlarida iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyatlari faoliyat ko'rsatib kelayotgan bo'lib, Marg'ilon shahar iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyati ham federatsiyaning Farg'ona viloyatidagi quyi tizimlaridan biri hisoblanadi va uning faoliyati federatsiyaning Farg'ona viloyat hududiy birlashmasi tomonidan muvofiqlashtirilib, uslubiy va amaliy yordamlar ko'rsatib kelinmoqda. Asosiy faoliyat yo'nalishlarimizdan biri aholi iste'molchilarining huquqiy bilim saviyasi va iste'mol madaniyatini oshirish orqali ularning huquq va manfaatlari himoyasini kuchaytirilishiga erishish bo'lib, ushbu yo'nalishda o'tgan 2024-yil va joriy yilning 3 oyi davomida shahardagi federatsiyaning boshlang'ich tashkilotlarida, shuningdek, boshqa korxona, tashkilot, idora va muassasalarda jami 64 ta aholi huquqiy bilimlarini oshirishga qaratilgan amaldagi qonunchilik targ'iboti tadbirlari o'tkazildi. Bu esa o'z navbatida tashkilotimizga aholi vakillari tomonidan iste'mol sohasiga oid yo'nalishlardagi murojaatlar soni va ishonchini ortishiga sabab bo'lmoqda. Raqamlarga murojaat qilsak, o'tgan 2024-yil va joriy yilning 3 oyi davomida tashkilotimizga aholi iste'molchilaridan 158 ta murojaatlar kelib tushgan bo'lib, shularning 32 tasi yuqori turuvchi idoralar, shuningdek, federatsiya ishonch telefoni va Telegram boti orqali qayd qilingan murojaatlardan. 126 tasi esa tashkilotimizga to'g'ridan-to'g'ri yozma va og'zaki shakllarda kelib tushgan murojaatlardan iborat bo'ldi. To'g'ridan-to'g'ri kelib tushgan murojaatlarning aksariyat qismi yozma shaklda kelib tushgan murojaatlardir. Murojaatlarni o'rganib chiqilishi natijalariga ko'ra 657 million 225 ming 893 so'm, shundan joriy yilning birinchi choragining o'zida 386 million 529 ming 94 so'm mablag'larni iste'molchilar foydasiga qayta hisob-kitob qilishga erishildi. Bundan tashqari, sudlarga 10 ta da'vo arizalari kiritilib, ularni ko'rib chiqilib, to'liq nihoyasiga yetkazilgan ishlar bo'yicha iste'molchi foydasiga 740 ming so'm moddiy va ma'naviy zararni undirilishiga erishildi. Shu o'rinda kiritilgan da'vo arizalarining aksariyat qismi bo'yicha ishlar sudlarda ko'rib chiqilayotganligini, masalani iste'molchi tomoniga hal qilinishiga erishilgan taqdirda yuqorida keltirilgan summalarda jiddiy o'zgarishlar bo'lishini ham qo'shimcha qilib o'tish lozim. Murojaatlar tarkibiga e'tibor qaratilsa, 2024-yilda kelib tushgan murojaatlarning 24.8% yoki har 4 tadan bittasi savdo sohasiga oid masalalarda, 31.6% suv ta'minoti, 13.5% elektr ta'minoti, 7.5% gaz ta'minoti masalalarida bo'lgan bo'lsa, joriy yilning birinchi choragida murojaatlardagi eng ko'p ulush savdo sohasiga to'g'ri kelmoqda, ya'ni 42.9%. Savdo sohasiga oid murojaatlarda xarid qilingan maishiy texnikadagi nuqsonlar va ularni bartaraf etish, ya'ni sotuvchiga qaytarish, almashtirish, bepul ta'mirlatish, shartnomani bekor qilish kabi masalalarda yuzaga kelgan nizolar yuzasidan qilinayotgan murojaatlar ulushi yuqoriligicha qolmoqda. Bu ko'rsatkich 2024-yilda 18.2% tashkil qilgan bo'lsa, joriy yilning birinchi choragida 26.7% ni ko'rsatmoqda. Shuning bilan birgalikda suv ta'minoti masalalaridagi murojaatlar soni boshqa sohalarga oid murojaatlardan yuqoriroq ko'rsatkichda saqlanib turgan bo'lsa, kommunal xo'jalikka, ya'ni shirkatlar, boshqaruv servis kompaniyalari xizmatlariga oid bo'lgan murojaatlar sonida o'sish kuzatilmoqda. Ushbu yo'nalishdagi murojaatlar jami murojaatlarning 17.1% ni tashkil etadi. Yuqoridagilarga shahar jamiyati tomonidan federatsiya, davlat boshqaruv idoralari hamda mahalliy hokimliklar reja va topshiriqlari asosida o'tgan 2024-yilda 19 ta, joriy yilning birinchi choragi davomida esa 7 ta jamoatchilik nazorati tartibidagi kuzatuv o'rganishlar o'tkazilganligini ham qo'shimcha qilib o'tishni istar edim. Marg'ilon shahar iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyati bugungi kunda asosiy faoliyat yo'nalishlari rejasi, shuningdek, federatsiya hamda davlat boshqaruv idoralari o'rtasida ijtimoiy sheriklik hamda hamkorlik tamoyillari asosida imzolangan rejalar va memorandumlar asosida iste'molchilar huquq va manfaatlarini himoya qilish, ularning huquqiy bilimlari va iste'mol madaniyatini oshirish,
ichki bozorda sotilayotgan iste'mol tovarlari sifati va xavfsizligi ustidan jamoatchilik nazorati tadbirlarini o'tkazish borasidagi ishlarni tizimli asosda davom ettirmoqda. E'tiborlaringiz uchun rahmat.